Assalomu alaykum. Metal foydalanuvchilari, uzoq ekonom pechkani katolli variantini yasayapmiz. Bunda pastda cho'qib edi hozirda chugunli sektorasi bo'lardi. Endi xuddi shu chugunli sektor o'rniga rossiyskiy qalin turbalardan ishlatyapmiz, chunki issiqlikdan yetarli darajada foydalanish maqsadida issiqlik detalga ta'sir bo'lib ketmasligi uchun shu turbadan ishlatishga qaror qildik. Xo'p, buni prevodga qilib chiqamiz. Oltinchi bunkerimizni ham turbalarni prevodga qo'yib oldik. Xudo xolisa. Endi buni quyish jarayoniga juda ko'p vaqt ketgani uchun buni video qilarmiz. Xudo xolisa bitgan holatlarini ko'rsatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska albatta yaqinlarga jo'natishni unutmanglar. Kimga ekonom pechka, kimga ekonom katyol yoki katta hajmdagi katyollar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bu videoda yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat.